Mening ismim Arda Güler. Bu yıl 21 yosh kirdim. 35 sekund. Bu rekordlar talant egillariga tava emas, balkim tirishni azaldan to'xtatib boqmagan odatdagi bir odamga tava. Ben Türkiye'nin poytaxti Anqaradagi oddiy bir oilada tug'ilgan. Dadam bir uşaq mallar do'koni ochadi. Kunlarimiz odatdagicha bo'lsa-mu, lekin oilamiz nihoyat illiq edi. U futbolni intayin yaxshi ko'rganligi uchun bu xil qizg'inlikni menga yetkazdi. Mening mashq qilishim uchun u do'konni qayta-qayta taqab qo'yib, mashinada 1 soatlab yo'l yurib, meni mashq maydoniga olib qo'yardi. Muhabbatning badali shu bo'ldiki, do'kon oxir bardoshlik bera olmay taqilib qoldi. Dadamda ayıplash, og'irnish yo'q edi. Dadamning manqargan ko'zlarida bir oilaning barliq umidi bor edi. Fenerbahçe'nin futbol maydoni oxiri men uchun quchoq ochdi. Anqaradan Istanbulgacha bo'lgan oraliq necha yuz kilometr bo'lib, mening tunji qitim yurtimdan ayrilishim edi. Bu vaqtda onam top-to'g'ri bir kun yig'ildi. Dadam faqat barg'in, keyningga qarma degan birla meg'iz gapni qildi. Yo'lga chiqish oldida ocham chaqchaq qilib, Arda öydeki tonlatqılarni bundan keyin sen to'shqizvatchimi dedi. Bu bir eg'iz so'z mening zimmamga yuklendi. Shundaqla har qitimliq yugurish jarayonimga uyuldi. Kaleye baktı Arda. Arda Güler çaprazda. İstanbulga kelgan kunlarimda bismim g'oyat zo'r bo'lib, sansiz qitim voz kechib uyga qaytishni o'ylagan edim. Ata-onam bundan xabar topgandan keyin qilch ishkilanmay Anqaradagi do'kon va uylarni setib etib, ocham bilan birga oila bo'yicha Istanbulga ko'chib kelib, menga hamroh bo'ldi. Ular men uchun tunish muhitdan voz kechdi, barliq ham andishlarini tashladi. Yangi muhitga kelganda menda gumonlanish, chalkib qilish, ishonmaslik qatorliq ahvollar yuz berdi. Lekin men chekinishni tanlamadim. Chunki mening orqamda butun oila bo'yicha ko'chib kelgan ota-onamning borligini, ularning men uchun hech nimani aymaydiganligini bilardim. Fenerbahçe'ning treneri 10-numurlik topchilar kiyimini menga topshirdi. Mening kiyginim topchilar kiyimi bilan bo'lib qolmay, texmi muhimi ishonch va burch edi. Men har bir qitimliq mashq, har bir maydon tanlash orqali barliq orzularimga javob qaytardim. 2022 yılı onamning salomatligidan mas'ul ko'rilib, yurak operatsiyasi qilishga majbur bo'ldi. Shu kunlarda qo'rqinch, ansizlik barliq xiyollarimni egallab olgan edi. Men telefonimning sayrashidan, hayotimdagi eng muhim odamimdan ayrilib qilishdan qo'rqatdim. Men ko'nglimda tirishishim orqali kirgizgan bir to'pni onamga taqdim qilaman dedim. Hamda mushu qat'iylik bilan musobaqa maydoniga chiqib, andishini kuchga aylantirib, ko'ngil bo'lishni vartaga top urishga sindirdim. Musobaqada top kirgandan keyin men saranglarcha tabriklamadim. Faqat maydonni yinik urib qo'yib, birini o'zimga, birini kasal karavotidagi onamga taqdim etdim. Fenerbahçe'nin genç yıldızı geliyor. Arda vurdu, Arda gol! Çok klas, çok teknik, çok akıllı, çok kaliteli. Arda! To'g'ri, futbol og'riqni saqayta olmaydi. Lekin futbol orqali ifodalangan muhabbat va jasorat uning eng qiyin paytlaridan o'tishiga hamroh bo'la oladi. Operatsiya o'ngishli bo'ldi. Anam bardoshlik berdi. Men voz kechmasamla o'tkil bo'lmaydigan qiyin o'tkal yo'qligiga ishondim. Xon jamiyati Madridning chaqirqi har bir topchining orzusiga deyman. Men Madrid bilan kelishim imzolagan shu daqiqada onam xushalligidan yig'lab ketdi. Uydagilar mushu bosqichga kelguncha shu yillardagi azob oqibat va kutishlardan eng oxir yaxshi javobga erishdi. Şaşırıyorum, Modric bana abi dediği zaman böyle enteresan, çünkü bilmiyorlar onlar abinin ne demek olduğunu. Xon jamiyati Madridning kiyim almashtirish uyida illiqlikqa to'lgan bir kichik ish yuz berdi. Turkiyaning qoidasi bo'yicha men Modricni hurmatlab Luka abi deb atadim. O'ylimgan yerdan Alaba, Rodri qatorliq sabdoshlarim ma'nosini xato tushunib, bas-basda meni Arda abi deb atashga boshladi. 21 yosh kirgan men kiyim almashtirish uyidagi eng yosh akaga aylandim. Bu chaqchaqning keyinda mening azaldan o'zgarmagan kamtar bo'lish, tirishchan bo'lishdek asli maqsadim bor bo'lib, kamtarligingizni, tirishchanligingizni saqlasangiz, qayerda bo'ling siz cho'qim yaxshi natija qozona olasiz degan gaplarga mutlaq ishondim. Madridda yorlanish, kasal bo'lish, gumonlanish, bisim qatorliqlarning hammasi menga hujum qilishga boshladi. Lekin men azaldan qadamimni to'xtatib qo'ymadim. Mashq oxirlashgandan keyingi qo'shib mashq qilganda tar oqqizg'unimni hech kim ko'rmadi.
Bularning hammasi mening gumonlanishga taqobil turish usullarim bo'ldi. Men bu yil 21 yoshga kirdim. Dunyodagi eng yuqori darajalik top maydonida turib, rekord ham shon-sharaflarga erishdim. Lekin men azaldan o'zimning futbol orzuyim uchun tirishayotganligimni unutib qolmadim. Arzuga intilayotgan qurdoshlarimga shundoq degim borki, siz balkim boshqalarning yoqtirishiga erisha olmasligingiz, erib charchab ketishingiz, voz ketishni sonsiz qitimlab o'ylab bo'lgan bo'lishingiz mumkin. Biroq shuningga ishoninki, ching turishning o'zi eng kuchli talantdir. Arzu azaldan bir kechidlam amalga oshmaydi. Lekin u uzoq mezgillik arzu uchun tirishqanni hargiz yadi qo'ymaydi. Men Arda Güler. Bu mening hayotimning ixcham kartinasi. Lekin mening arzuga intilish yo'lim yana davomlashmoqda. Qalbingizdagi qizg'in muhabbatingizni ching turib, menga voz kechmasligingizni umid qilaman. Hikoyamni anglab berganinizga rahmat.